Bugün o'qiydigan 3-chi hikoyamiz Ochko'z it. Bir yezida bir ochko'z it bor ekan. U itning egisi yo'q ekan. U it ko'chalarda lolmilik qilib, nada so'ngak topsa, shuni yeydi ekan. Uning ochko'zligidan u tepib olgan narsalarni hargiz boshqalar bilan tang yemaydi ekan. U davomli o'zining qo'ziq to'yisimi, u tepib olgan so'ngaklarni yiroq yerlarga olib tiqib qo'ydi ekan. Ba'zida o'zi tiqib qo'ygan yerlarni unutilib qolib, sezib ketadi ekan. Shundoq bir kunlarda bu it bir yo'g'on so'ngakni tepib olibdi. Amaliyotda bu chog'da bu itning qo'ziqi anchami och emas ekan. Lekin uning atrofida nurg'un qo'ziq ichib ketgan itlar bor ekan. Lekin bu it bu so'ngakni ularga berishni o'ylabmi qo'ymabdi. Bu so'ngakni men bir yerga hech kim ko'rmaydigan bir yerga olib yushirib qo'yaychimi? Qo'zg'im ochganda oshadan tepib yey. Bularga nima chatqimdi? Bularga bermayman, debdi. Shuning bilan u daryoning u qatidagi o'rmonlikning orasiga bu so'ngakni yushirib qilish uchun asta ketib olsa, daryodan o'tadigan chog'da daryoda o'zi o'xshash bir itning ham yo'g'on, ham uzun bir so'ngakni ketayotganini ko'ribdi. U shundoq qochchiq kelibdi-da, qara, aning so'ngki meninkini yo'g'ontirdi. Bir ilib olaychi, deb suvga qarab, "Hav!" qilibdi ekan. Heliq og'zidagi so'ngak suvga poltonda tushib ketibdi. Shuning bilan bu ochko'z itning so'ngki suvga tushib, so'ngakdan quruq qolibdi. So'ngakdan tushib ketgan lekini ko'rib, bu it bexabolab ketibdi, bek azoblanibdi. Asli u suvdagi so'ngak it asli uzamkanman-ku. Ajab mahmoqkanman, deb shundoq xabolabdi. Shuning bilan bu ochko'z it u so'ngakni o'zimi yemabdi, boshqalarga bermabdi. Oxiri u so'ngakni suv yebdi. Shuning bilan bu hikoya tugabdi. Shunga do'stlaringlar bilan har xil o'yinchoqlarni tang o'ynasanglar, ishqinglar do'stlaringlar bilan bak xushal bo'lasizlar. Uyda biror yaxshi ko'rgan narsanglarni ochalaringlar bilan, aqllaringlar bilan yoki uqllaringlar bilan tang bilib yeysanglar, uqanglarmi xush bo'ldi, o'zinglarmi xush bo'lsizlar. Ya'ni boshqa bir kuni ular bir narsa bo'lsa, sizlarni do'rab, ularni sizlarga berdi. Shunga har qanday vaqtida o'zi yaxshi narsani yeydigan, o'ynaydigan chaqda boshqalarning o'ynag'isi, yegisi kelganda tang ulashib yeyish kerak ekan. Bo'libmi ba'zi chaqda masalan qayri ojizlar bo'ldi, ularning shundoq yegisi keldi, lekin apyay desa ularning ba'zi chaq puli yo'q bo'lib qoldi, chunki ular qayri bo'lib qoldi. Ba'zilar kichik bo'ldi, ularning ota-onasi yo'q bo'lib qoldi yoki ota-onasining puli yo'q bo'lib qoldi. Unda vaqtda o'ziningki yeydigan o'yinchoqlarning bir qismini ularga bersa, ular shunchalik xush bo'lib ketadi. Shunda bo'lganda o'zimi nihoyat xushal bo'ladi. Bolalarmi xushal bo'ladi. Allohmi bularni sizning qilgan ishingizdan xushal bo'ldi. Ota-onangizmi sizdan bak suyunib ketadi. Shunga har qanday narsani tang o'ynash, tang yeyish kerak ekan. Esinglarda tutinglar, tang yegan tanga singa degan bizda Uyg'urlarda bir gap bor. Bu gap bak hikmatlik. Esinglarda ching tutinglar, tang yegan tanga singa. Ma'qul, xo'sh.